Bandixon Elishdan Akbar Chavaxon. Bandixon Elishdan Chorban jiranchasi bilan Tojik musulmon aka nomidan 100 ming so'm, Yushqul Bekov nomidan 100 ming so'm, 200 ming so'mda halol ayirdi. Assalomu alaykum uzoq yaqindan kelgan mehmonlar va mezbonlar, mana bugun bir yilga bir salgina cho'chalab berib bir duo qilmoqchimiz. Sizlardan birinchi iltimosimiz, hammalaringiz xush kelibsizlar. Hammalaringiz bizni aziz mehmonimiz sizlar. Sizlardan bitta iltimosim, men bironta to'yga borib, birovni tumshug'iga jelga qarab, "Ya, sen paloni eding, sen pistali eding" demaganman. Halol desa bekov olasizlar. Kalta tushirib tashlab, men tushirdim, mendan tushdi, palonchadan so'ra, pistanchadan so'ra demaymiz. Mana shu bizning Yushqul muridimiz halol desa, shu yigit gapi halol, qoldi desa indamay cho'yaverasizlar. Ozmi ko'pmi endi qo'ldan kelganicha bir 2 soat bir tomosha berib bir duolarimiz degan niyatimiz bor. Mana Shoskoyimiz shu yerda Nurbekjon. Nurbek aytayapti, "Ishonma, men gapirib yotishim shart emas, bular o'zi hammasi biladi buni. Ko'pkarini qilishni o'zi bir mashaqqat bo'lyapti, ruxsat olish. Nimani evaziga? Janjalni evaziga bo'lyapti. Janjal qilayotganing, hey, norni saydonlar mana o'tib janjal qilib kelaver. Janjal qilaman degan narsani fikringdan chiqar. Shu yerda qarri qurib tayyorda mehmonlarimiz bor, bir to'nlarni berak, keyin bemalol Chavaxon boshlayverasiz. Tojikistondan Abzar Chavaxon. Nurbekjon kelsin. Mamasaid Chavaxon, Qulmurod Chavaxon, Nazirlaxon Eshonboy. Nazarboy kelgan bo'lsa, Nazarboy ham kelsin, Qumqo'rg'on. Abzar aka, to'ydan to'buqcha. Mulla Sabr. Keling. Quronboy, keling. Isaka, keling. Bitta javob bering, bitta telefon, tez. Nazirlaxon Eshonboy bo'lmasa, Akbarxon kel. Mamasaid aka kel. Yeshnaz aka bormi, Yeshnaz aka? Akbarxon keng be qotning yurgan bo'lsangiz ham. To'ychaga bekkin. Qulmurod Chavaxon kelmamiz, Odil ke. Hayır, bitta fakir o'rning. Fakir o'rning. Tash. Bering shuni, bering. Mana. Sherzod anov, to'g'ri. Hojivoniyning balandiga chiqib kelaver shu yerda. Ko'plar bo'lar gashtak. Qulmurod Chavaxon yo'q bo'lsa, Ulug'ga bergan, Odilga. To'ychaka berdilarmi? Nurbek kelibdi. Tamam. Odil oldingmi sen? Bobom keldi. Qani bobom? Bobong soqol kiyib qolganda, "Mamasaid keldingizmi? Yeshnaz aka." O kallangan. Qulmurod boboga bergan. Nazarboy kelganmi, Nazarboy? Kel Mavlon. Otang kelganmi? Yeshnaz aka. Og'aylar, mana shu Tojikistondan kelgan bizning eng yaxshi muridimiz bu odam 3 ta respublikada ot chopgan. Abzar Chavaxon deydi bu odamni. Mana shu odamlar tirik afsona degani mana shu bo'ladi. Mana shu bekor qoldi desa kalla burib qaramagan. 3 ta respublikada ot chopgan. Sizlardan iltimos, mana duo beradi. Bir chiroylab tomosha ko'rsatib bergan yilga mana mehmonlar kelgan. Qancha gap so'zing bo'lsa, ko'plardan keyin gaplashaveramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Mana xush kelibsizlar. Mana bugun Eshonboyimiz yaxshi niyat bilan bir shuncha xalqni jiyib, bir yaxshi duo qilmoqchi ekan. Mana qo'l ko'tarib duo beringizlar. Nasib bo'lsa, shu Eshonboyga kelayotgan Vochqarday ullardan nasib qilsin. Bir emas 10 talab ul bersin nasib bo'lsa.
qo'shshalab bersin. Farzandlari ko'p bo'lsin. Chobaxon, polvon, qori Qur'on, olim ulamo nasib bo'lsa, Xudo nasib qilsin. Senlarday chobaxonlar bo'lishni har kimga nasib qilmaydi. Xudodan so'raylik, nasib qilsin. To'yga ulashaversin. Yeshimboy ham nasib bo'lsa mana nevara, chevara, evara suyib, shularning yaxshiligini ko'rib, shularning to'y tomoshalarini ko'rib, shularning xursandchiligida doim har yiliga bir emas, ikkilab to'y qilib berishlik nasib qilsin. Sog' kelibsizlar, nasib bo'lsa to'ylar sog' salomat o'tsin. Xushvaqt farzandlarining, ota-onalarining oldiga borishlik hammalarini nasib qilsin. To'ylar sog' salomat o'tkazinglar. Allohu akbar. Rahmat Abzar aka. O'ral Chobaxon Samirkanda Olovxonni xalpasi O'ral aka. Yashnaz aka keling. O'ral aka kapta zo'r cho'panab kel. Bo'l, shuni ber. Mana O'ral. Yashilmang deyman, Olovxonga qo'ysan. Yashnaz aka chopani bormi? Yashnaz aka, siz mana shu Firuzini nomini Firuzqora bilan chiqargansiz. Mana nasib bo'lsa mana shu yigitlarga bir tilak qilingda, Yeshonboyga bir duo berib qo'ying. Amin. Ey Xudovanda, alhamdulillah musulmonmiz. Mana shu Pirimiz Abduvaytin Eshonbobo mana faxrlar mana kelib, mana shu Firuzamizning nomini yanada ko'kka ko'taryapsizlar. Mana endi mana Eshonbobomiz nima niyat qilgan bo'lsa niyatiga yetsin. Gap birdan gap muroddan degan biz murodmiz. Biz ham duo berishga, Eshonboboga tilak tilashga haqqimiz bor. Jigirlar, yana bitta iltimosim shunday. Mana shu o'yin bir-biringiz bilan do'st bo'ling. Bir-biringiz bilan bordi keldi qiling. Jigirlar, bu dunyo o'tadi. Do'st, birodar bo'lib, bir-biringiz bilan bordi keldi qilib ketingizlar Chobaxonlar kim bo'lsangiz ham hech qanday hammamiz bir doiradan suv ichamiz, bir yerning insonimiz. Bir-biringizni hurmat jigirlar. Mana Eshonboyimizdan baxtli bo'lsin. Mana otlari uloqni ko'paysin. Mana Firuzamizni qancha ko'kka ko'tarsa, mana Eshonboyimiz ham shuncha baxtli bo'lib, shuncha Alloh taolo ko'kka ko'tarsin. Amin jigirlar. Shu mana shu ulog'imiz sog' salomat tarqasin. Sizlardan iltimos yana bir takrorlayman. Hammangizning ota-bobomizni bila uloq chopganmiz, bila yurganmiz. Shu Qashqadaryoga borsak, Chobaxonlar Yeshonboy keling, ya Muhammad Chobaxon keling deb bir otni qiraga jibarar edi. Shuning uchun jigirlar, yoshlik qilmang, hammangiz bir-biringizni hurmat qilinglar. Mana shu o'yinimiz abadiy bo'lsin. Mana endi ko'rib turibsizlar, to'lov deydi, boshqa deydi. Yaxshi bo'lmasa ketaveradi. Yaxshi bo'laylik jigirlar. Iloy amin. Eshonboyimiz nima niyat qilsa niyatiga yetsin. Amin. Allohu akbar. Ey yashang, mana shu gilamni to'shab, qirrada qarab turingqani. Endi Chobaxonlar bitta iltimos, mana shu Yeshqul Bekavul bo'ldi desa, olasizlar, qoldi desa, kalla burib, g'idibini ko'paytirib qo'ying. Tushundingizmi? Davay, oxir boshlang Chobaxon. Haydi. Bizga hamma birday. Piyodalar chekkaga turinglar. Baqirishmay, chuvullashmay haydayver. Baqirishma, indamay haydayver. Kuchingni takaga ko'rsat. Haydayverasan. Olovxon nima zot aytdi, bir kelib ketav.
Hayda. Baqirishmay, englama hayday bir. Erta nasib bo'lsa kechgacha cho'basa.